Assalomu alaykum hurmatli ejevika va malina ekuvchi dehqonlar va qiziquvchilar shunga. Bugun 20-aprel 2026-yil haftaning dushanba kuni. Hozir o'zimizni manaki Black Gem ejevikalarimizni ko'paytirgan farningimizdamiz. Mana shu hammasi Black Gem. Bu yerda asosiy Black Gemlarimizni barchasi sotuvga qo'yilgan. Ejevikalarda narxi soniga qarab kelishtirib beriladi. Buni navini hamma biladi. Black Gem desa, Black Gem remontantni sort 2 marta hosil beruvchi ana shu ejevikalar. Manaki uje tomirlashni boshladi tagidan. Shunga uzilib ketdi tomiri. Ana shu pastga o'tib ketgan uje tomiri. Mana shunday qilib turib ejevikalarga qarab hozir ko'rsatamiz. Mana uje tomirlar chiqish boshladi. Bu tomirlar uje yerga harakat qilish kerak. Shunga manaki ejevikalarimiz endi chiqib qarab harakat qilish boshlayapti oppoq bo'lib. Shu kungacha mana shu Black Gemlarda zakaz berganlar va yana zakaz berib olmoqchi bo'lganlar barchasiga e'lon bemalol kelib ejevikalarni olib ketsa bo'ladi. Ejevikalarning bir ancha qismi sotishga tayyor bo'lgan, ekishga ham tayyor bo'lgan. Black Gem remontantni sort amerikanskiy. Bu hozir Parkentda joylashgan. Parkentdagi o'zimizning uyda joylashgan. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Ko'chatlarni kelib sotib olsangizlar bo'ladi bemalol.